Yana bu xaltalardagi elangan olingan. Bu yerda tayyor bo'lgani. Buni olib yeyapman joyiga. Buni olib kelib mana bu elak ustida motori bor edi, yomg'ir yoqqaniga yechib qo'ydim. Tashlaymiz, elakka elab tozalab shu xaltalarga xaltalayveramiz. Bu yillar hozir cho'lchanga yo'q. Cho'lchangni yoqqa ko'chirdik, tagida boyagi o'g'it qoldi biyogimiz. Shuni endi yig'ishtirib olyapmiz mana bu. Bitta qatorda tayyor bo'lgan edi. Bu yog'i 1, 2, 3, 4 ta qator cho'lchanglar tayyorlayapmiz.